Hurmatli mijozlar, Prado 152 korobka avtomati yog' vaqtini kelgan. Shuni almashtirib beramiz. O'zining yog'i o'zi kir bo'lgan. Paddonlarni yechib oldik. Magnetlari уже strujka yergan. Hozir filtrlarni ham yechib almashtiramiz. Maslin filtrlarini. Paddon polni cheska bo'lib, mana bir rezinalar almashtirib beramiz, xudo xolasa. Maslin filtri o'zi to'lgan. Gaz kelib o'ziniki. Probegi общий 86.000 kilometr. Zavolni magnetlarni qo'yamiz. Yangi filtrini qo'yib, xudo xolasa yog'ini apparatda solib beramiz. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, valvolayndan solib beramiz yog'larini. Hurmatli mijozlar, Pradon yog' almashtirib bo'ldik. Hozir korobkaning ichidagi yog' holatini ko'rsataman. Mana bir tomchi olib ko'rishingiz mumkin. 100% zameni mana shunaqa bo'ladi. Korobkadan tushgan yog' rangi ideal toza, чистый.